desam tushasizlar, chiqinglar desam chiqasizlar. Mayerda to'planamiz desam to'planamiz, moyish qilamiz desam qilamiz, qilmaymiz desam qilmaymiz. Sababi mana bu avtobusda vaqti belgilangan. 11 gacha bizni ishimizni bitirib qo'yish kerak. 11 dan keyin ikkinchi zakazga ketadi bular. Agar 11 dan kech qolib qoladigan holatga duch kelib qolsa, qayerga yetib borgan bo'lsa, ashada tark etib oladi. Nima demoqchiman? Misol uchun hozir birinchi Qur'on zavodiga boramiz. Bu yerda qayerga borsak ham mana ko'rasizlar, Uhud tog'iga borsak ham, Qur'on zavodiga borsak ham, Quba masjidiga borsak ham, ikki qiblali masjidga borsak ham, har bir yerda hojilar mashallarni ziyorat qiladi deb savdo qilishadi odamlar. Mashallah odamlar. Biznikilar darrov tushib nima qiladi? Bozorga qilishni boshlaydi. Vaqtimiz belgilangan. Biz hozir bitta narsani tushunib olaylik. Bozorga qilgani ketmayapmiz. Ibodat uchun. Tarix bilan tanishgani ketyapmiz. Ya'ni aynan Rasululloh qadamlari yetgan joylarga qadamlarimizni yetkazib, ashada qanaqa voqealar bo'lgan, nima ishlar sodir bo'lgan, ashlar haqida tanishgani ketyapmiz. Bu biz uchun, iymonimiz uchun quvvat beruvchi iymoniy suhbatlar hisoblanadi. Xullas, tushundiga shu olib, bozor qilib, mana 40 ta odamni tutilib qo'yib, 3-4 ta odam aylanib, boshqa yerlarga ketib qolish yo'q. Avtobusda raqamini ham, rangini ham yaxshi tanib olamiz. Shu yerda va iloji boricha tezroq harakat qilamiz. Ya'ni misol uchun deylik, hozir Qur'on zavodiga boramiz, hammamiz jamlanib yuramiz. Jam bo'lib yuramiz. Ketdi deyman, ketamiz, ularga tanqab ketish yo'q. Ayniqsa Uhud tog'ida, Quba masjidida juda ko'p haligi nima bo'lib qoladi, hali odamlar zadeshga bo'lib qoladi. Ma'ada 40 ta odam, 35 ta odam siqilib, bitta nafas bo'lib kutib o'tiradi, 2-3 tasi. Ashuncha iloji boricha harakat qilaylik, bir-birimizga ozor bermaslikka, tutirmaslikka, endi chiqqan ziyoratimiz qalbimizga orom beradigan bo'lsin. Aksincha siqilib, bitta nafas bo'lib, kayfiyatlar o'lib, dalinalar oshib, sahrlar oshib qaytib kelmaylik. Tushunarli-a? Xo'p.